Qahraton qish 1943-yil. Dunyoni urush olovi qamrab olgan, ammo bu yerda chekka bir qishloq maktabida olov emas, muz hukmron edi. Derazalar qirov bog'lagan, sinfxonada bolalarning nafasidan chiqayotgan bug' ko'zga tashlanadi. O'qituvchi ayolning ustida yupqa palto, boshida eski ro'mol. Uning barmoqlari sovuqdan ko'karib, qotib qolgan edi. U qaltirayotgan qo'llari bilan bo'rni zo'rg'a ushlab, doskaga bir so'zni yozdi. Vatan. Uning ovozi zaif, ammo qat'iy edi. U vatan haqida gapirarkan, ochlikdan ko'zlari ichiga botgan bolalarning nigohida qandaydir umid uyg'otishga harakat qilardi. Shu payt oxirgi partada o'tirgan kichik bir bolakay o'rnidan turdi. Uning egnidagi kiyimi yamoq, o'zi esa rangpar edi. Bolakay sekin stol yoniga keldi-da, titrayotgan qo'llari bilan cho'ntagidan bir narsa chiqardi. Bu bir bo'lak qotib qolgan qop-qora non edi. Bolaning butun bir kunlik rizqi, balki so'nggi nasibasi. U nonni ustozning qo'liga tutqazdi. "Ustoz, buni yeng", dedi u pichirlab. O'qituvchi ayol ko'zlariga yosh kelib nonni qaytarmoqchi bo'ldi. "Bolajonim, bu sening rizqing-ku, sening o'zingga kerak." Bola esa qat'iy nigoh bilan ustoziga qaradi. "Yo'q ustoz, siz bizga vatan haqida gapiryapsiz. Agar ochlikdan ovozingiz o'chsa, biz vatanni unutilgan deb o'ylaymiz. Bizga vatan kerak ustoz. Iltimos, kuchli bo'ling." Sinfda sukunat cho'kdi. O'qituvchi o'sha kichkina toshdek qotgan non bo'lagini qo'liga oldi. Uni ming bir ehtiyotkorlik bilan mayda ushoqlarga bo'ldi. Har bir bolaning oldiga borib, ularga bir bo'lakdan ulashdi. Eng oxirgi ushoqning esa o'zini og'ziga soldi. O'sha kuni sinfxona isimagandi, lekin hammaning qalbi yonayotgan edi. Chunki ular nonning emas, mehrning sadoqatini va vatan degan muqaddas tushunchani ta'mini his qilishgan edi.